Assalomu alaykum. Isayev Qobuljon Abduqodirovich. Iqtisod fanlari doktoriman. Men nodavlat notijorat tashkiloti ochish arafasida turibman va o'zimni ustavimni shakllantirish uchun, unga professional yondashish uchun yuridik klinikaga meni o'rtog'imni tavsiyasi bilan keldim. Bu yoqda menga Aziza Ikromовна Norboyeva degan singlimiz yaqindan yordam berdilar. Eng avvalo men o'zim tayyorlab kelgan o'sha markazni nizomini bularga berdim va juda qisqa vaqt ichida bu nizomni professional tahrirlab berdilar. Ya'ni u yerda o'sha orfografik xatolardan tortib yuridik yo'nalishlarigacha, hatto uni kelajagida nima bo'lishi, qanaqa sohalarga litsenziya olishi, qonunan qanday shakllarda davom etishi bo'yicha professional yondashuvlar bo'ldi va biz onlayn va offlayn uchrashuvlarda bu narsani hal qildik. Va men xizmat ko'rsatgan bu yuridik klinikaga, ayniqsa Aziza Ikromovnaga atelepdan отчестволari bilan, ya'ni otalarini ismlari bilan murojaat qilyapman, professional bo'lishi uchun, chunki menga professional xizmat ko'rsatib berdilar. Men alohida minnatdorchiligimni bildiraman. O'zimizni tilda aytganda ota-onalariga kattakon tashakkur va yuridik klinikaga ham, chunki doktor nauk bo'lsam ham baribir ma'lum bir yuridik ishlarda baribir bizning o'zbeklarda maqol bor, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Men o'ylardim bu qanaqadir kandidat nauk yoki doktor nauklarga murojaat qilishim kerak. Yo'q, talaba bo'lishlariga qaramay, meni ishlarimni kerakli insonlar bilan maslahatlashgan holda umumiy professional xulosa chiqarib berdilar va ularga yana bir bor men o'z minnatdorchiligimni va bu universitetga ham, bu klinikaga ham, klinikani ochgan hatto g'oya egalariga ham, chunki birinchi marta keldim, o'zim juda yaxshi his qildim. Alohida minnatdorchiligimni bildiraman. E'tiboringiz uchun rahmat.